Hammaga salom anime muxlislari, sizlar bilan Zenitsu va yana siz Zenitsu Plus kanaldasiz. Bugun biz Netflix tomonidan chiqarilgan Cyberpunk, ya'ni kiberqochqin animesi haqida gaplashamiz. Video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Va unda biz boshladik. Eslatib o'tamiz, bu animeni 18 yoshdan kichiklar ko'rishi mumkin emas. Sababi bu animeda qonli sahnalari mavjud. Bu voqea rivojlangan davrda ro'y beradi. Dunyo ancha rivojlanib ketgan, texnologiyalar ancha kuchayib ketgan, ya'ni kelajakda sodir bo'lyapti. 2077-yil. Bizga boshida bir aqldan ozga insonni ko'rsatadi. U bir to'da politsiyachilarni oldiga borib, u yerdagi hammani otib o'ldiradi va qolgan politsiyachilar unga qarata o'qlar otadi va o'qlar yomg'iri boshlandi. Aqldan ozgan odamni belida implant o'rnatilgan ediki, vaqtni sekinlashtira olardi. Va keyin harbiylar keladi va aqldan ozgan insonni yo'q qilishadi. Ertasi kuni esa bizga bosh qahramon Davidni ko'rsatadi. U kechagi bo'lgan voqeani yangiliklardan ko'rib turgandi va o'sha aqldan ozgan inson sobiq harbiy ekanligi aniqlanadi. David onasi bilan yashardi. Onasi tungi navbatchilikda ishlardi va onasi tozalovchi bo'lib ishlardi. Sobiq harbiydagi implantni yashirincha olib qolgandi onasi va o'g'li David o'qishga ketadi. David yo'lda bir qizni ko'rib qoladi va u qizni oldiga yuguradi, lekin u qiz u yerda yo'q edi va hech narsa bo'lmagandek yo'lini davom ettiradi va maktabga yetib keldi. Keyin esa darsga kiradi va o'zini joyiga borib indamay o'tiradi va David Doc ismli tanishi bilan miyasida telefonda gaplashib turgandi. David va boshqalar tizimga ulanishadi. Doc hazillashib virus yuboradi. Tizimda nosozlik yuzaga keladi. David va onasini zudlik bilan direktor xonasiga chaqiradi. Keyin o'zingiz bilganingizdek pul to'laysan deb turib oladi. Nimaga? Chunki tizimga zarar yetdi va 10 barobar qimmatga tushdi. Keyin ular uyga qaytishayotgandi va yo'lda David o'qimasligini, onasiga yordam berishini aytadi. Lekin onasi yo'q, sen o'qishing kerak deb turib oladi. Onasi bilan gap tortishib qoladi va David uzr so'rab onasidan va o'qishini aytadi. Lekin yo'lda bir to'da qurollangan odamlar bir mashinani yo'q qilmoqchi edi, ya'ni zirhlangan limuzinda va baloniga qarata raketa ochadi. David va onasi o'tirgan mashinaning oldida limuzin turgandi va limuzin ag'darilib, David va onasi o'tirgan mashinaga kelib uriladi va portlash. Onasi mashinadan chiqib ketgandi va yaralangandi. David esa hali mashinaning ichida va teskari bo'lib qolgandi. Va shu yerda yordamchi guruh keladi, lekin ular atrofda ko'zdan kechirib, u yerdan indamay kechadi. David yordam beringlar deya baqiradi, lekin hech kim eshitmaydi. U yerdan bir narsa qilib chiqadi va onasini kasalxonaga olib boradi. Onasini jarrohlikka yotqizadi va muvaffaqiyatli chiqadi u yerdan. Lekin hali ham hushiga kelgani yo'q edi va keyin u uyiga boradi va ertasi kuni o'qishga ketadi. Yo'lda boy bolalarning farzandiga duch keladi va Davidni chekka olib chiqib ustidan masxara qilishadi va akademiyadan ketishini aytadi va ular Davidni onasini ham masxara qilishadi. Keyin Davidning jahli chiqib, ularni urmoqchi bo'ladi, lekin o'sha boyda bolalarning qo'llari robotlashtirilgan edi. Har xil turdagi jang san'atini bemalol qila olardi va Davidni urib rasosini chiqarib tashlaydi va og'zi burni qon bo'lib yotgandi va yana qo'ng'iroq keladi kasalxonadan. Onasi vafot etganligini aytishadi va zudlik bilan kasalxonaga yuguradi. Onasi vafot etgandi va kulini olib uyiga qaytadi. Uyga qaytganda va yana qo'ng'iroq keladi akademiyadan. Ular tizimni pulini so'rashayotgandi va David va onasi ham kvartirada turgandi. Kvartira egasi ham pul so'rashadi va Davidni do'pposlagan boyda bolalardan biri ham yana aloqaga chiqadi va Davidni yana masxara qilib kamsitadi. Onasini ham bir yo'la va David onasini yashirincha olib qolgan egzoskeletini oladi va do'sti Dokni oldiga boradi va tanasiga qo'yishini aytadi va operatsiya qilib albatta David tanasiga birlashtiriladi. Keyingi kun akademiyaga David boradi va ustidan kulgan boyda balasini oldiga borib uni jangga chaqiradi. David vaqtdan tezlashaverdi endi. Tezlik bilan bir urib basharasini yorib qo'yadi va keyin esa David akademiyadan haydaladi. David metroda chiqadi. Keyin esa oldin ko'rgan, lekin topolmagan qizga duch keladi.
U qiz hakker edi. Hamma tizimga bemalol kira olardi va chiplarni o'g'irlayotgandi. Chiplar bu inson miyasiga o'rnatilgan chiplar edi va Devidning chipini ham olib qo'ygandi, lekin Devid tezlik bilan qo'lini ushlab oladi. U qizni ismi Lucy edi. Lucy va Devid vaqtincha shartnoma tuzadi metrodagi chiplarni o'g'irlashga. Chipni ichida pul bo'lardi va u yerdagi bir nechta odamlar chipini o'g'irlashadi. Keyin esa metrodan tushib qolishadi. Lekin Devidning burni qonab hushini yo'qotib yerga qulab tushadi va o'ziga kelganda tez yordamga ketayotgandi va tez yordamdagi odamlar Devidning implantini sotishini aytadi. Lekin Lucy Devidni qutqarib chiqadi va Devid doktor oldiga boradi. Devidning bo'ynidagi implant 8 marta yaqin ishlatilgandi. Tana ko'tarsa ham miya ko'tara olmayotganligini aytadi. Shuning uchun ham kuniga 2 ta deya aytadi va maksimal 3 ta ekanligini aytadi va u yerdan chiqib ketadi. Devid tashqariga chiqsa, Lucy kutib o'tirgandi va Lucyni iltimos qiladi. Vaqtincha yashab turishini uni uyida. Va keyin Lucyni uyiga borishadi. Lucy Devidni virtual olamga olib kiradi. Oyda edi ular va Lucy oyga chiqishni orzu qilardi. Keyin virtual olamdan chiqishadi. So'ng u yerda bir to'da bezorilar turgandi va Lucy sotgandi Devidni va hushdan ketkizadi urib. Hushiga kelganda va yana Main ismli jamoa rahbarini ko'radi. Devidning orqasidagi implant aslida Mainga tegishli edi. Main Devidning onasidan buni buyurtma qilgandi, lekin buyurtma vaqtida yetib bormaydi va Devidni o'ldirishmoqchi bo'ladi, lekin Devid to'xtatadi va ular bilan do'stlashishini va bularga ishlab pulini to'lab berishini aytadi. Boshqalar ishonmaydi va ko'nishmaydi, lekin Devid ularni ishontiradi. Ya'ni qanday qilib? Devid kuniga 10 marta ishlayotganligini aytadi. Bunday 10 marta ishlatish bu xavfli edi. Inson miyasini vashi ezib tashardi. Lekin qolganlar bunga ko'nishadi majbur bo'lgandan keyin. Va ertasi kuni Devid birinchi missiyaga boradi. Katta bir tashkilotni haydovchisi bor edi va uni chipini nusxalab olish kerak edi. Chipni o'g'irlab Devid hakkerlarga beradi va uni nusxalashadi. Keyin haydovchi ketib qoladi va majbur Devid va Lucy mashinaga o'tirib oladi. Devid va Lucy mashinaga o'tirib olishdi. Nusxalashni davom ettirayotgandi. Lekin haydovchi ularni ko'rib qoladi va o'ldirmoqchi bo'ladi. Rulda Devid edi va majbur mashina haydab u yerdan qochib ketadi. Orqasidan odam tushadi va Devid bir narsa qilib qochib qutuladi, lekin baribir topib boradi va Devidni o'ldirmoqchi bo'ladi. Main kelib qutqarib qoladi. Missiya tugadi. Devid jamoaga qo'shiladi va pul ham berishadi, oz bo'lsa ham. Va undan keyin bir qancha missiyalarda ishtirok etadi va mashina haydashni o'rganadi va quroldan otishni ham va pul ishlaydi va jamoadagilar bilan do'stlashib ketadi. Lekin to'satdan jamoa bilan ko'chada ketayotganda bir odamga ko'rib qoladi. U odam ongini yo'qotgandi. Insonlar o'zini bir qismini robotlashtirib tashlardi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'sha odamlar ongini yo'qotib, tirik zombiga aylanib qolardi. Ya'ni psixika. Jamoadagilardan bir kishini o'ldiradi. Devid qo'rqib ketadi va do'sti o'lgandi va otishma boshlanib ketadi. O'sha psixni o'ldiradi. Devid va Lucy keyinchalik gaplashib olishadi. Lucyni yoqtirib qolganligini aytadi va oyga olib chiqishini ham. Keyingi kunlarda navbatdagi missiyaga borishadi. Devidning birinchi bajargan topshiriqdagi haydovchi bor edi. Uning boshlig'i va uni qo'lga olish kerak edi. Buning ustiga Main va Faraday aloqalari uzilgandi. Faraday kim? Faraday har xil pulli ishlarni topib beradigan inson edi va Mainga JK ismli insonni ushlash kerak edi. JK kim? Jimmy Kurosaki edi va o'sha boshliq bilan ularda aloqalari bor edi yashirincha. Shuning uchun ham JKga tuzoq qo'yishadi, lekin JK buni bilib qoladi tuzoqligini. Kiberlarni o'chirib qoladigan moslama bor edi va shunday qilib Devid va Mainda ongini o'chirib qoladi va Devidni olib u yerdan ketadi. Devidni bo'ynidagi implant oldin bir sobiq harbiyga bo'lganligi, lekin uni ham ongi o'chib qolganligi va hammani o'ldirganligini aytadi va Main oxir-oqibat JKni qo'lga oladi va boshliqqa tuzoq qo'yishadilar. Tuzoqqa tushadi va Main va jamoadagilar uni qo'lga olib u yerdan ketishadi. O'sha boshliq Tanaki edi. Arasaki kompaniyasida ishlardi va uni qo'lga olganda vaqtincha bo'lsa ham va yashirishadi. Har narsa ham boshlangan bo'lgandek tugash ham bo'ladi. Main aqlni olishni boshlayotgandi va ongi o'chib qolayotgandi. Ko'ziga har xil narsalar ko'rishni boshlayotgandi va jamoadoshi Kevin ham urib do'pposlab tashlaydi va o'ziga kelganda qarasa yerda yotgandi va qolganlar uni to'xtatgandi. Shu paytda Lucy va David ham yetib kelishadi. Tanakani ongiga Lucyni o'zi kiradi. Lucy ham hacker, lekin Tanaki uyg'onib ketadi. Uyg'ongan paytda onga kirish mumkin emas edi. Bu ancha xavfli.
Shu sababli Lusiga shikast yetadi. Arasaki kompaniyasi men va guruhdagilarni bilib qoladi. Qurolli harbiylarni jo'natadi. Devid Lusini mashinaga olib boradi. Men va Dorio yolg'iz o'zlari jang qilishadi. Dorio ham o'ladi. Men shokka tushib qoladi, lekin men aqlni ozgandi. U yerdagi hammani o'ldiradi. Devid kelib to'xtatadi. Ancha kech bo'lib qolgandi va yana harbiylar kelayotgandi. Devid yordam berishini aytadi va u qo'li qaltirayotgandi. Shunda men Devidni shapaloq uradi va meni hayotim oxiri shu deya aytadi. Lekin saniki hali tugagani yo'q. Sen yashashing kerak deya aytadi. Yugurishda davom et dedi. Harbiylar bostirib kirishadi va men u yerni portlatib yuboradi. Men va Dorio vafot etadi. Devid tirik qolgandi va u yerdan qochib qolgandi. Mashinaga tezlik bilan o'tirib oladi. U yerdan ketishadi. Mendan faqat qo'li qolgandi. Oradan vaqtlar o'tdi. Devid jamoa sardori bo'ladi. Lusi esa jamoadan tark etadi. Devid va boshqalar bilan aloqa qilib turgandi Lusi, lekin jamoada emas edi. Devid ancha-muncha ishlarni bajarib qo'ygandi, lekin hali ham yosh bo'lishiga qaramay, u ongini yo'qotishni boshlaydi. Ba'zan qo'llar qaltirardi. Buni faqat Lusi bilib qoladi va Devid jamoadoshlariga aytmasligini aytadi. Buni ustiga jamoadoshi Kivi ham Devidga ishonmay qo'yadi va Lusini sotadi. Lusiga tuzoq qo'yishadi. Faraday va Kivi. Faraday va Arasaki shartnoma tuzadi. Unga ko'ra Arasakining sirlarini biladigan odamlarni yo'q qilish kerak edi. Lusi ham Arasaki tajriba quyoni bo'lgan va u yerdan qochib chiqib ketgandi. Shuning uchun ham uni qo'lga oladi va bunga Kivi ham aralashadi va Faraday reja tuzadi. Yangi ish bor deya aytadi Devidga. Zarhlangan furgon ichidagi narsani olib kelish kerak edi. Yaxshi soqqa beraman deb aytadi va o'sha ishga yuborishadi. Devid u yerga bordi. Borib furgonni to'xtatadi va ichidagi skeletni ko'rishadi. Kiber skelet turgandi uning ichida. Shu paytda butun boshli askarlar va tanklar u yerga bostirib kelayotgandi. Bu paytda Faraday Lusidan foydalanib aloqaga chiqadi va zudlik bilan kiber skeletni taqishini aytadi. Bo'lmasa askarlarning hammasi yaqinlarini o'ldirishini aytadi. Devid qo'rquvga tushib qoladi. Sababi u boshqa hech kim yo'qotmasligini va majbur bo'ladi kiyishga. Kivi ham xiyonat qilib ketadi. Devid Kivi bo'lgandan keyin bilib qoladi zo'qligini. Faraday va Kivi sotib ketishgandi. Lusini qo'lga olgandi va buni bilib qoladi. Jahli chiqib ongini yo'qotadi va unga Rebekka yordam beradi, tinchlantiruvchi beradi. Sal o'ziga keladi. Devid hamma tanklar va mashinalarni yo'q qiladi. Soniyalarda Lusini qutqarish uchun boradi. Arasaki binosi tomon borarkan, Devidning ko'ziga har xil narsalar ko'rinishda boshlaydi. Ongi o'chib qolib, albatta onasini ham ko'radi va Kivini o'ldirishadi. Kivini asl maqsadi Lusini shahardan chiqarib yuborish edi, lekin buni uddalay olmadi va Kivini otib o'ldirishadi. Devid Arasaki binosi tomon kirib boradi va askarlarni yo'q qiladi. Faradayni ham yo'q qiladi. Shu paytda Adam Smasher degan askar kelib qoladi. Devidga o'xshash implant bor edi. U ham vaqtni tezlasha olardi. Devidni Adam Smasherga qo'yib sinab ko'rmoqchi edi Arasaki kompaniyasi. Lusi Devidga o'lmasligini, faqat Devid uchun yashayotganligini aytadi va to'xtatadi. Yana o'ziga keltiradi. Shu paytda Rebekka ham o'ladi. Yagona qolgan jamoadoshi haydovchisi Lusini bu yerdan olib ketishini aytadi va Adamni qochib qutula olmasligini, kimdir chaqirib turishini ham aytadi va shunda Devid o'zi aralashadi jangga kirib. Adam Smasher bilan jang qiladi va jangda yutqizadi. Oxir-oqibat u ham halok bo'ladi. Devid Lusi uchun pul qoldirgandi. Shundan keyin Lusi oyga chiqadi, quyoshni ko'radi. Shu paytda Devid ko'ziga ko'rinadi va quyosh juda issiq ekanligini aytadi va anime o'z nihoyasiga yetdi. Devidning orzusi yo'q edi. Shuning uchun ham boshqalar orzusini bajarayotgandi. Onasining orzusi o'g'li yaxshi joyda o'qib, yaxshi hayotda kechirishini edi, lekin bu ham amalga oshmadi. Mayning orzusi esa jamoadoshlari tinchlikda yashashini aytadi, lekin bu ham amalga oshmadi. Lusining orzusi esa oyga chiqish edi, lekin shu amalga oshdi. Devid o'sha orzuni ko'rmoqchi edi, lekin o'zi halok bo'ldi. Videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.